Videoni boshlashdan oldin bitta ma'lumotni aytib ketaman qadrdonlar. Kimga qanaqangi inomarkami, GMmi, o'zimiz buni mashinalarmi, qanaqangi mashina kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqsalaring, arzonroq, variantli, naqdli yoki barterli qanaqa mashina xohlasalaring, aloqaga chiqinglar, o'zimiz topib berishga harakat qilamiz. Keyin kanalimizga o'tib bitta like bosib, podpisatsiya qilib qo'yinglar. O'sha bizni nimamizga, ko'tarilishimizga yordam bo'ladi qadrdonlar. Xullas, sotuvimizda 2019-yil Tracker mashinasi sotiladi. Kraskasi bitta oldi kapot bilan, arqa o'ng eshigida petnosi bor ekan, atak qo'ygan joyi toza ekan, tonirovka ruxsatnomalarigacha bor ekan, 8 oy. Salon holatlariga kelsak, polichexol, avtomat korobka, yurgan probegi 170 ming ekan. Hozirgi kunda hech qayerda hech qanaqa kamchiligi yo'q, balon holatlarni ko'rishlar mumkin. Yaxshi, to'rtta yumshoq balonlarda, holati juda ham chiroyli holatda. Buni ham nasiya savdo orqali gaplashsalar ham bo'laveradi yoki mashinaning bo'lsa barter orqali ham kelib olib ketishlar ham mumkin. Naqd pulga keladigan bo'lsak, naqd pulga $8,900 deyishdi. Egalar nomerini opisaniyada qoldiraman, yana bir ko'ngillarga o'rta olsalaring, yana uncha oz-moz o'tib beradigan joyi bo'lsa o'tib berishadi. Holati yaxshi holatda, uni turgan adresi Qo'qonda. Qadrdonlar, bitta like bosib, kanalimizga o'tib podpiska bosib qo'yinglar. Xudolar sog' bo'lsin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.